Allergiyangizni butunlay yo'q qiladigan mahsulot bor. Buni bilarmidingiz? Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'pchilik allergiyani mana shu mahsulot, tabiiy mahsulot bilan yo'q qiladi. Butkul qutulasiz allergiyadan deb reklamalar juda ham ko'payib ketdi. Bu hammasi yolg'on. Hozirgi paytda Jahon sog'liqni saqlash tomonidan hech qaysi bir tabiiy mahsulot yoki bir mahsulot allergiyani butun umrga yo'q qila olmaydi. Hozirgi paytda asosiy allergiyani davosi bu assid terapiya hisoblanadi. Mabodo sizda ham allergiya qiynayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir mahsulot reklama qilayotgan bo'lsa, allergiyani butkul yo'q qiladi degan bo'lsa, bu narsaga hech qachon ishonmang. Sizda qanaqadir allergiyangizda muammo bo'ladigan bo'lsa, allergiya bilan bog'liq muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, darhol shifokor, allergologga chiqing. Shifokor allergolog tekshirib, ko'rib, sizni asosiy davo assid terapiya muolajasini qilib beradi. Shuning uchun bunaqa ma'lumotlarga ishonmasdan asosiy ilmiy isbotlangan davo bilan davolanishni tavsiya qilaman. Profilimga o'tib obuna bo'ling. Sizga allergiya bo'yicha ishonarli isbotlangan ma'lumotlarni berib boraman.